Men sizlarga hozir zamonaviy stomatologiyani ajralmas qismi bo'lgan stomatologik mikroskop haqida ma'lumot berib o'taman. Stomatologik mikroskoplar bu ko'z ko'rish mumkin bo'lgandan 10 martadan 25 martagacha kattalashtirib ko'rsatish imkoniyatini beradi. Bu esa ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan juda ham kichkina murakkab muammolarni bemalol ko'ra olish, aniqlash imkonini beradi. Bu orqali biz og'iz bo'shlig'idagi yumshoq va qattiq to'qimalardagi mikroyoriqlar, yashirin karieslar, plomba yoki koronkalardagi bo'layotgan nuqsonlarni bemalol ko'ra olish imkoniyatini beradi. Mijozlarimiz uchun eng muhimi bu aniq tashxis. Biz taxmin bilan emas, balki aniq ko'zimiz bilan ko'rgan narsani aniqlaymiz. Ikkinchidan bu minimal invaziv davolash, ya'ni tishlarni maksimal kattalashtirib ko'rgan hisobiga faqatgina zararlangan to'qima davolanadi. Sog'lom to'qima maksimal darajada saqlanib qolinadi. Va eng muhimi uchinchisi bu uzoq va mukammal natija. Ya'ni qo'yayotgan plombalarimiz, vinirlarimiz, restavratsiyalar, koronkalar barchasi aniqlik darajasi bo'lgani uchun uzoq muddat va xavfsiz mukammal xizmat qiladi. Agar sizga ham zamonaviy texnologiyalarga asoslangan professional va eng muhimi mukammal natija kerak bo'lsa, unda biz sizlarni Restom klinikamizda kutib qolamiz.